Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bugun juda chiroylisizlar. Aytingchi, mehmondorchilikda o'zini qanday tutish kerak? Mehmonlarni hurmat qilamiz, baland gapirmaymiz, kattalarga joy beramiz. Barakalla, mehribon bolajonlar. Do'stlaringiz bilan o'ynaganda qanday bo'lish kerak? Urushmaymiz, navbatni kutamiz, do'stimizni hurmat qilamiz. Qani ko'raychi, kim do'stiga yordam berganini aytadi? Men bir kuni do'stimning daftarini topib berdim. Ajoyib. Ustozlaringizni ko'rsangiz nima deysizlar? Assalomu alaykum ustoz deb salom beramiz. Sizlar juda odoblisizlar. Uyda ota-onangiz sizdan nima kutadi? Yordam, hurmat va so'zini tinglashni. Juda yaxshi. Uy ishlariga yordam berish kerakmi? Albatta, choy olib chiqaman, stolni yig'ishtiraman, Agar kimdir sizni xafa qilsa, nima qilasiz? kechiraman, urushmayman. Sizlar chin dildan mehribon ekansizlar. Qani, rahmat so'zini qachon aytamiz? Kim bizga yaxshilik qilsa, darhol rahmat deymiz. Juda yaxshi. Iltimos so'zini qachon ishlatamiz? Biror narsa so'rasak, iltimos deymiz. Kimdir sizdan narsasini so'radi, lekin sizda yo'q. Nima deysiz? Kechirasiz, hozir menda yo'q deyman. Barakalla. Tashqariga chiqayotganda ota-onadan ruxsat so'raysizmi? Ha, har doim dada chiqayman deb so'rayman. Juda odobli. Maktabda ustoz dars o'tayotganda nima qilamiz? Eshitamiz, gapini bo'lmaymiz. Ajoyib. Yolg'on gapirish yaxshimi? Yo'q, to'g'ri so'z bola har doim ishonchli bo'ladi. Agar kimdir sizga yordam so'rasa, nima qilasiz? Yordam beraman, chunki yaxshilik qilish yaxshi. Bolajonlar, mehrli bo'lish nima degani? Odamlarga yaxshilik qilish, ularni xafa qilmaslik. Juda to'g'ri. Uyda ovqatlanayotganda qanday bo'lish kerak? Bismillah deb boshlaymiz, shovqin qilmaymiz. Barakalla. Kattalar gaplashayotganda nima qilamiz? Gaplariga aralashmaymiz, sabr bilan kutamiz. O'rtoqlaringiz bilan o'yinchoqni bo'lishish kerakmi? Ha, albatta, bo'lishsak do'stlik mustahkam bo'ladi. Agar biror joyda axlat ko'rsangiz, nima qilasiz? Uni olib axlat qutisiga tashlayman. Juda ham ajoyib bolajonlar ekansizlar. Xo'sh, odobli bola deganda kim tushuniladi? Kattalarni hurmat qiladigan, so'zi chiroyli, mehribon bola.